Ba'zi bolalar yeyish mumkin bo'lmagan narsalarni yeydi yoki ovqatdan yeydi yoki chaynash kerak bo'lgan narsalarni yemasligi mumkin. Shunaqa holat bo'lsa ogoh bo'ling, bu sensorni integratsiya buzilishi bo'lishi mumkin. Bunday bolalarda oral motor disfunksiya kuzatiladi va bu holatda qo'shimcha stimulyatsiyalar qilish kerak bo'ladi. Tish shotkalari bilan massaj qilishimiz mumkin yoki vibrashotkalar bilan og'iz bo'shlig'i, til, lab, lunjlarni massaj qilib stimulyatsiya qilamiz va holat kundan kunga yaxshilanadi. Pecheniya, tish kulcha, olma va shunga o'xshash qattiq turdagi mahsulotlarni iste'molga taklif qilishimiz mumkin. Yogurt, kisel, smuzi va shunga o'xshash quyuq tarkibli ichimliklarni trubuchka bilan ichirish. Bunda bolaga qiziq bo'lishi uchun trubuchkalarni har xil turdagisidan foydalanishingizni maslahat beraman. Hozir aytib o'tganlarimni mas'uliyat bilan bajarsangiz, farzandingizni 7-9 kunda o'zgarish sezasiz, chaynolari yaxshilanadi va menyusi kengayadi. Agar ma'lumot foydali bo'lsa, ovqat yemaydigan farzandi bor tanishingizga videoni jo'natib qo'ying.